Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yaqinda internetga qo'ygan Convoy velosipedimiz sotildi. Buxoro shahriga sotildi. Dastavkaga chiqib ketyapti. Xudo xolasa chiroyli. Buni vazni og'ir bir akamiz olishdi. Insult bo'lgan ekan. 130 kg ekan vazmlari. Xotirjam ko'taradi 130 kg vazmda. Mana orqasida savatlari bor, oldida savatlari bor. Generatorlari bor oldida. Ilk amortizatorli alyumin rama, duralumin. Shivalvi balonlar mana. Balonlar holati ham ideal holatda. Egartayda amortizatorlari bor mana. Amortizatorli turbalar. Holat ideal holatda. Kimga shunaqa yana sifatli velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Vodiy bo'yicha o'zim yetkazib beraman, o'zim qo'limda olasizlar. Hozir bu Buxoroga ketyapti. Buxoroga taksi orqali chiqarib olaman. Taksini oldiga olib ketyapman. Shunaqa velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Sifatli qilib ishlayni beraveramiz. Like va podpiska bosishdan chiqmasin.